Quruq ko'z sindromini davolash uchun mo'ljallangan O'zbekistonda yagona qurilma iLight haqida tanishtiramiz. iLight o'zining IPL kartriji yordamida intensiv impulsli nur va Red Mask qizil niqob yordamida past quvvatli nur terapiyasi texnologiyalarini birlashtirgan yagona kompleks qurilma hisoblanadi. IPL polixromatik nur bo'lib, nazorat qilingan issiqlik impulslari orqali qo'shimcha ko'z yosh bezlarini normal faoliyatini tiklab beradi. Protsedura ko'z sohasi va yonoq suyaklari atrofida qo'llaniladi va mibo'yin bezlarining qisqarishini rag'batlantirib, lipid sekretsiyasining oqimini oshiradi, ko'z yosh bug'lanishini kamaytiradi, ko'z yosh plyonkasining lipid qatlamini barqarorlashtiradi. Red Mask qizil niqob texnologiyasi fotobiomodulyatsiya tamoyiliga asoslangan bo'lib, hujayra mitoxondriyalariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va bu esa hujayra metabolizmini yaxshilaydi, oqsil sintezini kuchaytiradi, to'qimalar funksiyalarini oshirib beradi. Qolaversa, qurilmaning Yellow Mask, ya'ni sariq niqob yoki Blue Mask, ko'k niqoblari ham mavjud bo'lib, quyidagi kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi. Bularga blefaritlar, halezion, qovoq demodekozi, blefaroplastikadan oldingi va keyingi holatlar, rozatsiya, o'zimizda ko'p ishlatiladigan yechmen yoki arpacha, Sjögren sindromi, kataraktal va refraksion jarrohliklardan oldin va keyingi davrlarda keng qo'llaniladi. Agar sizda shu kabi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat etishingiz mumkin.